Diqqat! Ushbu video material faqat ko'ngil ochish uchun mo'ljallangan. Biz kimnidir yoki nimanidir haqorat qilmoqchi emasmiz. Obbo. Syomkalarni ertaga qoldiramiz. Juda ham qattiq yomg'ir yog'yapti. Uf. Va nihoyat yomg'ir ham tugadi. Mana endi yangi video tasvirga olish vaqti keldi. Yangi videoni qanday boshlashga hayron qolyapman. Xush. Meshkopchi. Oy, mening ismim Akbaris. Bizning she'rimizga sho'rva to'kildi. Bizning qishlog'imiz xavf ostida, borib ko'rmasak bo'lmaydi. Yo'q, qani bilmasam olg'a. Tushunmadim, uy nega vayrona bo'lib yotibdi? Jin ursin, buni kim qildi? Bizning golemga tashlangan maxluq. Nima? Qarab o'yla qol. Bechora golem. Endi ahvolimiz nima kechadi? Biz qishloqni zudlik bilan tark etishimiz kerak. Keyin qayerga boramiz? Men bilmayman, lekin bu yerda qolish xavfli. Endi bizni himoya qiladigan golem yo'q. Ha, u to'g'ri aytyapti. Balkim bu maxluq o'rmonga yashiringandir. Balkim bizga yana tashlanishni reja qilib turgandir. Bu jin ursin, o'zi nimalar bo'lyapti? Bu yana nimasi bo'ldi? Kim bu bola o'zi? Bu aholilar bilan o'ynayaptimi? Hozir men seni ushlab olaman. Ha, yordam beringlar. Mana bu to'g'ri ketgan meni orqamdan qo'yapti. Yordam beringlar. Qani bu yoqqa kel. Hozir men seni ushlab olaman. Yo'q, kerak emas. Meni tinch qo'y. Meni o'z qo'limga qo'y. Yordam beringlar. Hoy, oshna, nimalar qilyapsan? Ularni tinch qo'y, to'xta. Jin ursin. Sen meni qo'rqitib yording. Sen ham aholini qo'rqitib yording. Men sizlarni qo'rqitib yordimmi? Men sizlarni oldingizga borganimda tumtaraqay qotishni boshladingiz. Men quvlashmachoq o'ynaymiz deb o'ylabman. Tushunmadim, quvlashmachoq deysanmi? Sen bizni yuragimizni yording. Ko'ryapsan, bizning qishlog'imiz parokanda bo'lgan. Golem esa nobud bo'ldi. Golemga hujum qilishdimi? Ha, shunday. Ha, o'zi golemga kim hujum qildi? Biz hozircha bilmaymiz, lekin menda shubha bor. Tushunmadim, nega menga bunday qarayapsan? Axir kecha yomg'ir boshlanganda men uyda edim. Keyin meni golemni mag'lub qilishga kuchim yetmaydi. Sen emas, seni tasqara do'sting. Mobshteynni aytyapsanmi? Ha, qayerda u? Qo'ysangchi, u o'sha kungi voqeadan so'ng butun dunyoni sayr qilish uchun sayrga ketdi. Aha, tushunarli. Tushunmadim, nega undan shubha qilyapsizlar? Haligi uning tarixi uzun. Agar buni bilishni xohlasangiz, birinchi qismni ko'rishingiz mumkin. Lekin bu videoni oxirigacha ko'rish esdan chiqmasin. Men sizlarga aytsam, bu Mobshteyn emas. Aha, bo'lmasa senchi? Menmi? Sen o'zi qayerdan kelding? Men to'g'ridan keldim. U tug'ilib o'sgan makoningni so'rayapti. Qayerdan deyapman? Menmi? Men haligi
Yo'q, menimcha bu ishni u qilmaganga o'xshaydi. Menimcha u golem tugul kapalakka ham kuchi yetmaydi. Aha, bo'lmasam uni sen qilmagan bo'lsang, bu ham qilmagan bo'lsa, buni tasqara Momshteyn ham qilmagan. Demak, u maxluq o'rmonga yashiringan. Demak, u bizni kuzatib yuribdi. U bizga hujum qilish uchun qulay vaqtni tanlayapti. Hoy, o'zingizda bosing. Bu hali hammasi tugadi degani emas. Uncha ham yaxshi emas u, lekin mayli. O'zingizda bosing, biz uddalaymiz. Ha, to'g'ri aytyapsan. Ha, qanday? Birinchi navbatda qishloqni ta'mirlab olishimiz kerak. Agar qo'rg'onimiz mustahkam bo'lmasa, golemga tashlangan maxluq bizga ham tashlanishi mumkin. Shuning uchun qishloqni mustahkam qilishimiz kerak. Menimcha u to'g'ri gapiryapti. Birinchi qishloqni tiklab, muammoni keyinroq hal qilamiz. Men ham yordam beraman. O, qo'yil. Nima bizni qishlog'imizni vayron qilib golemni o'ldirganing uchun vijdoning qiynalyaptimi? Buni sen qilgansan. Qani tan ol, yana emas, tan olyapman. Obbo. Qishlog'imizni ta'mirlashga yordam berganingiz uchun sizlarga rahmat aytib qo'ymoqchiman. Arzimaydi, lekin hali ishimiz tugagani yo'q. Bizda hozircha qishloqni himoya qiladigan golem yo'q. Biz ko'proq temir to'plab, golemni yaratishga harakat qilishimiz kerak, qishloqni himoya qilish uchun. Ha, ko'proq temir. Xo'sh, demak birinchi navbatda g'or topishimiz kerak. G'or narigi tomonda. Wow, mana buni omad desa bo'ladi. Xo'sh, haligi lekin sen men bilan borasan. Albatta sen bilan boraman. Demak sen notanish kimsa bilan g'orga kirmoqchisan. Axir sen bu yerdagi aholini tanimaysan-ku. Demak seni hali ham vijdoning qiynalyapti. Obbo, bas qilasizlarmi yoki yo'qmi? Bilaman, bu ishlarni sen qilgansan. Hoy, bas qilinglar, qani orqaga qaytinglar. Obbo. Boshladik. Qani bo'lmasam, olg'a! Mana endi resurslar yig'ish vaqti keldi. U nima qilyapti? Men qayerdan bilaman? Mana biz pastga ham tushib oldik. Men tayyorman. Yaxshi. Unda olg'a. Xo'sh, demak biz kerakli joyga yetib keldik. G'orning ichi juda ham chiroyli ekan. Ha, juda ham qiziq. Hoy, ehtiyot bo'l. Ehtiyot bo'l. Men haligi mayli. Biz narigi tomonga qanday qilib o'tib olamiz? Sakrab albatta. Tushunmadim, sakrash kerak deysanmi? Hammasi joyidami? Men haligi balandlikdan qo'rqaman. Iye, bo'lmasa narigi tomonga qanday qilib o'tib olmoqchisan? Jinurson, men bu ishni qilayotganimga ishongim kelmayapti. Men ham. Qani bo'lmasam mahkamroq ushla. Bo'ldi, tushunarli. Xo'sh, demak 2 kishi narigi tomonga o'tib olishimiz kerak. Qani bo'lmasam olg'a. Menimcha men ishtonimni ho'llab qo'ydim. Sen juda ham kuchli ekansan. Sen esa og'ir ekansan. Belim qiyshayib qoldimi nima bo'lo? Xo'sh, demak xarita bo'yicha temirlar mana bu yerdami? Yoki bo'lmasam bu yerdami? Mana bu yerda ham bor ekan. Tushunmadim. Mana bu yerda ham. Buni qanday qilyapsan? Chunki men mayli, ahamiyati yo'q. Temirlarni olamizda bu yerdan quyon qilamiz. Mayli.
Biz yetarlicha temir oldik, mana endi golemlar ham yasasak bo'ladi. Biz yuqoriga ko'tarib qishloqqa boramiz va qovoq topsak bo'ldi. Ishimiz 5 bo'ladi. Bu juda ham oson, to'g'rimi? Bo'lmasa olg'a. Sen oxirgi payt nervinni bo'lgansan, dam olishing kerak. Tinchlikmi? Biz tomonga nimadir kelyapti. Tushunmadim. Bu nima degani? Qani, ular yaqinlashyapti. Sal narsaga jahling chiqadigan bo'lgan. O'sha ovozingni meni jahlim chiqqani yo'q. Iya? Hoy, qiltiriq. Bu yana nima balo bo'ldi? Bu haykallar. Tushunmadim, kecha bu yerda hech qanday haykal yo'q edi-ku. Men qayerdan bilaman, balkim bugun qo'ygandir. Menga negadir bu yoqmayapti. Menimcha ular ketishganga o'xshaydi. Nimaga to'xtab qolding? O'rtadagi suyaging tushib qoldimi, nima balo? Ular kelmasidan oldin bu yerdan quyon qilish kerak. Tushunarli. Aha, men bilgan edim. O, bolanati. Hoy, qiltiriq, bu yerda begonalar. Qani bo'la qol, bu yerdan qochish kerak. Nimani qarab turibsizlar? Narigi tomonga o'tish kerak. Qani bo'la qol, sakra. Meni qo'limdan kelmaydi. Qara sakra, yaramas qiltiriq. Men oddiy sakrashim kerakmi yoki yugurib kelibmi? Qani, yop, yerim. Ularga kabondan o'q o'zinglar. Jenorsan kabonni o'q uyga olib ketibdi. Qani bo'la qol. Nimani kutib turibsan? Qara sakra. Qara. Jenorsan ularni qo'ldan chiqardik. Farqi yo'q, qara sakra. Agar ularni ushlab olsam, kabonni o'qini orqasiga tiqaman. Jenorsan ularni deb qiltiriq nobud bo'ldi. Hech qisi yo'q, o'zini vulqonga tashladi. Biz boshqa yo'l bilan ketyapmiz. Bilaman, lekin biz albatta qishloq aholisiga yordam berishimiz kerak. Agar biz to'g'ri yo'l bilan borganimizda skeletlar ortimizdan kelishardi. Qo'yish, endi nima qilamiz? Meni aytganimni qilsang bo'ldi. Menda bir g'oya bor. Kelishdik. Menimcha ular ketishdi. Mana endi bu yerdan tezroq chiqib olishimiz kerak. Qani bo'la qol. Jenorsan kech ham tushib qolibdi. Qani bo'la qol, bo'la qol. Tushunmadim, nimani kutib turibsan? Qani tezroq tepaga chiq. Tushunmadim. Yo, piray, nima bola edi bu? Bo'lishi mumkin emas. Axir u bo'ri odam ekan. Yana qishloqqa nima bo'ldi? Jenorsan. Jon xudoyim, rasvoylar deb o'libdi-ku.
Xo'sh, bizning qishlog'imiz qachondan beri yonyapti? Men senga aytgan edim maxluq qaytib keladi deb. Hozir bu gaplarning mavridi emas. Biz olovni o'chirishimiz kerak. Har biringiz bir chelak suv olinglar, yong'inni o'chirishimiz kerak. Bularni kim qildi ekin, ha? Yordam beringlar! Yordam beringlar! Iye, nimalar bo'lyapti o'zi? Yo tavba. Joyingizda qimirlamay turing, hech nimadan qo'rqmang. Bo'lmasam u sizlarni Yordam bering, yordam! Iye, ustimdan kulyapsizlarmi? Shoshmang. Bir daqiqa. Nega u ichimga hujum qilmayapti? Men sizlarga qimirlamang deyapman. Bizlarga yordam kecha umrimni ko'rmadim. Sizlarga umuman gap tushuntirish befoyda. Voy, nima gap oshna? O'zingni bos, hech kim senga tegmoqchi emas. Men tayyorman. Ayni vaqtida yetib keldimmi deyman? Grok, joyingdan qimirlama, bo'lmasam u. Yellanat yey. Voy, shoshma. Xavotir olma, men u bilan o'zim shug'ullanaman. Yo, u mening do'stim. Tushunmadim, mendan boshqa sening do'sting bormi? Bo'ldi, hazilni bas qil. Men boshidan bilgan edim bu la'nati bolaning bir gapi borligini. Men ogohlantirmoqchi bo'ldim, lekin hech kim menga quloq solmadi. Kecha oqshom qishlog'ini damtalaq qilib, golemni ham o'ldirdi. Xo'sh, tushuntirib berchi. U har doim mening oldimda edi. Biz g'ordan chiqayotganimizga bizga moblar hujum qildi. Keyin u bo'ri odamga aylanib hammasini yanchib tashladi. Agar u hozir sizlarga hujum qilmagan bo'lsa, nega u golemga hujum qilish kerak ekan? Sen bizning golemimizni o'ldirgan itvatcha bilan do'st bo'lyapsan. Sening do'sting Grox va itvatcha. Endi biz senga ishonamizmi? Hammasini o'sha qildi. Voy, buni u qilgani yo'q, bu yerda boshqa gap bo'lyapti. Bu yerga nimadir hujum qilyapti va men buni tagiga yetaman. Grox, menda bir reja bor, lekin menga sening yordaming kerak. Oshna, qo'ysang-chi, men bu yerga maza qilib dam olish uchun kelganman. Yana ishga kirishishim kerakmi? Iltimos, Grox. Mayli, rejangni ayt. Haligi senga u ozgina yoqmasligi mumkin. Bojan ursin, bu yana nima balo bo'ldi? Buni sochib tushdi. Bir pas qisib o'tir. Mana, tayyor. Bojan ursin. Seni bu rejang ish berishiga ko'zing yetyaptimi? Ha, ish berish kerak. Nega bu yerda sen emas, men mana bu la'nati kiyimda o'tirishim kerak? Sen meni ilhomimni tug'ilmay o'ldiryapsan. Chunki u seni tanimaydi. Agar men o'rmondan uni chaqiradigan bo'lsam, u o'zini ko'rsatmaydi. Jin ursin. Lekin ogohlantirib qo'y, men qandaydir itvatchalarga yem bo'lib ketishni xohlamayman. Menga yaqinlashishi bilan men barboq qaychi usulidan foydalanaman. Eshityapsanmi? Hozircha hech nima eshitmayapman. Mana endi eshityapman. Bo'pti, men berkinib turaman. Sen meni aytganlarimni qilgin. Bo'pti. Jin ursin, jimgina uyga o'tirib Anilan dublyaj o'zining videolarini ko'rsam bo'lar ekan. Menga yordam beringlar. Men itga ham kerak emas, tashlandi qizaloqman. Biron bir dovu yurak bormi? Bechora qizaloqqa yordam beradigan. Voy, qizlarga o'xshab baqir yaxshi chiqmayapti. Esing joyidami seni? Men hech qachon unday baqirmayman. Mayli. Men noqulay ahvolga tushib qoldim. Iltimos, menga yordam bering. O'sha aytgan gap, men itga ham kerak emas, bir qizaloqman. Iltimos, menga yordam bering. Yordam! Mana endi Grox qochib qol. Buni o'zim ham bilaman. Qo'yil va nihoyat biz uni qafasga tushirdik. Tushunmadim. Axir bu biz izlagan maxluq bu emas. Tushunmadim. Biz izlagan maxluq bu emas, Grox. Men bilan birga yurgan bo'ri odam bu emas edi. Bo'llanati. Mana endi ular 2 kishi bo'ldimi?
U qayerda? U gapirishni bilar ekan. Undan nima xohlaysan? U itvachcha bilan hali tugatmagan bir ishimiz bor. Itvachcha? Uni shunday ataysizlarmi? Haligi men bilmayman u qayerdaligini. Agar bilganimda edi, men uni senga aytmagan bo'lardim. Grox, biz meni do'stim bo'ri odamni topishimiz kerak. Mana bu maxluqni nima qilamiz? U hozircha qafasda o'tiribdi. Bizda hozircha yetarlicha vaqt. Bo'ri odam? La'nati itdan tarqagan itvachcha. Mana endi mendan ko'rasan. Bo'ri odam? Bo'ri odam, ko'zingni och, ko'zingni och. Bo'ri odam! Yo'q ana. Yo'q, sen bo'ri odam bilan do'st bo'lyapsanmi? Menga qara bolakay, menimcha sen esingni yeb qo'ygansan. Men ham uni bundayligini bilmagan edim. Lekin buni ahamiyati yo'q, u mehribon. Men ham Minecraftdagi eng chiroyli moblardanman. Menimcha meni ko'zim ko'r bo'lgan ekan. O'chir ovozingni. Uning ahvoli yaxshimi? Yo'q, unchalik ham yaxshi emas. Unga juda ham kuchli damlama uloqtirishgan. U tuzalib ketadimi? Men qayerdan bilaman? Agar unga yordam bermasang, u nobud bo'lishi mumkin. Bo'lmasam shifobaxsh damlama tayyorlang. Men bunday damlama tayyorlashim uchun kalamush cho'lbaqa bo'rining qoziqtishi kerak bo'ladi. Lekin men sizlarning muammoingizga aralashmoqchi emasman. Shuning uchun meni tinch qo'yinglar. Xudo rahmat qilsa, men ketdim. Oy, qayerga? Agar damlama tayyorlamasangiz, u o'lib qoladi. Shoshma oshna. Oy, alvasti, senga ajoyib taklifim bor. Qani bu yoqqa kel. Meni ortiqcha vaqtim yo'q. Qani yaqinroq kel. Ha, yaramasi, kelishdik. Qani oshna yaqinroq kel. U sen bilan gaplashib olmoqchi. Men bilanmi? Mayli, sizlarga yordam beraman. Yo'q, rostdanmi? Axir hozir sen bizga... Oy, oshna, vaziyatni chigillashtirma. Axir bizga yordam kerak. Ha, men haligi senga katta rahmat alvasti. Xo'sh, men boya aytganimday, menga kalamush cho'lbaqa bo'rining qoziqtishi kerak bo'ladi. Mana shularni olib kelishingiz kerak. Bo'ldi, men olib kelaman. Qani bo'lmasam olg'a. Yaxshi, bo'lmasa menga quloq solinglar. Sen avvalambor quyosh ibodatxonasini topishing kerak. U janubi sharqdagi o'rmonda joylashgan. O'sha ibodatxonaning ichida quyoshning nurlari bor. Sen u yerdagi suvni olib menga keltirib berishing kerak. Lekin u yerning zombilardan ehtiyot bo'l, ular juda ham qudratli. Sen esa Grox okean tubidagi ibodatxonaga borasan. U okean g'arbda joylashgan. Yer ostidagi ibodatxonada sandiq bor. Uning ichidagi buyumni menga olib kelasan. Sen ham ehtiyot bo'l, baliqlarning qiroli chaqirilmagan mehmonlarni yomon ko'radi. Ko'ryapsizlarmi? Bu juda ham oson. Mana endi men damlama tayyorlayman, sizlar esa menga xalaqit bermanglar. Tayyor. Xayriyat. U yaxshi bo'ladi, to'g'rimi? Yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Axir men ham bunaqa damlamani birinchi marta tayyorlayapman. U bunday kuchni ko'tara olarmikan? O, kimlarni ko'ryapman? Mana endi sen bilan yakkama-yakka jang qilish.
Mayli, birinchi sen bo'lasan. Yo'q, Grox. Borib Groxga yordam ber, men esa seni do'sting bilan shug'ullanaman. Aha, yaxshi. Bu jin ursin. Seni kuning bitti, Grox. Lekin hozir emas. Grox, u bizning do'stimizga yaqinlashmasligi kerak. Yaxshi, men seni tushundim. Jin ursin. Ko'nglim ayniyapti. Grox! Ahvoling yaxshimi, Grox? Men hozir enamni, mana hammasi joyida. Endi nima qilamiz? Sen buni mendan so'rayapsanmi? Albatta uni yanchib tashlaymiz. Qara bolam, ko'zingni och. Ko'zingni ochyapman. Tezroq ko'zingni och, meni qornim og'riyapti. Tezroq ko'zingni och, ularga sening yordaming kerak. Tezroq bo'l, meni hozir ishlarga tushib yoraman. Qayerga qo'yib bo'ldi? Men haligi Meni xohlaganingcha urishing mumkin, lekin men senga o'zimni do'stimni berib qo'ymayman. Meni hozir itvachcha do'sting qiziqtirmayapti. Oldin sen bilan ko'ngilxushlik qilamiz, bolakay. Sen hech qachon mendan qochib qutula olmaysan. Grox, men tushunmay qoldim. Sen uni boshiga baliq bilan urdingmi? Ha, men dengizdan baliq olib keldim. Grox, menda bir g'oya bor. Yaxshi. Xo'jayin, men nimadir topib oldim. Mana shu yerda. Ishonching komilmi? Ha, bo'yicha tayyorlaning. Biz uni zudlik bilan qo'lga olishimiz kerak. Xo'p, bo'ladi janob. Endi nima qilamiz, Grox? Ha, uning ko'rinishi mening buvimning ko'kraklariga o'xshaydi. Mana endi sizlar bilan xursandchilik qilamiz. Sayda Frenchi! Janob, qishloqning tashqarisidan juda ham ahvol chatoq. Biz nimadir qilishimiz kerak. Axir biz oddiy aholi bo'lsak, agar biz u yerga boradigan bo'lsak, axir bizda golem ham yo'q. Agar u maxluq bu yerga keladigan bo'lsak, biz ham biz o'ylamiz degani. Janoblar, axir Grox qandaydir itvachchani qutqarish uchun u yerda jang qilmayapti. Biz o'z qishlog'imizni himoya qilishimiz uchun ularga yordam berishimiz kerak. Qani g'appor, surnayni chal. Hammani oyoqqa turg'az, jangga boramiz. Xo'p, bilan janob. Sizlar bilan keyinroq shug'ullanaman. Nima, qo'rqyapsizlarmi? Nima? Men shunchaki oyoqlarimni qizdirib oldim. Tushunmadim. Tabriklayman, itdan tarqagan. Sen meni jahlimni chiqargan birinchilardan bo'lding, itdan tarqagan. Jin ursin, Grox bunday jang qilishni qayerdan o'rgangan? Unga zudlik bilan yordam berish kerak. Buni ko'tiga qurti bor, bir joyda jang qilib bilmaydi.
Oy, Grox, agar taktikani o'zgartirmasak, biz halok bo'lishimiz mumkin. Xavotir olma, bu tasqarani men o'zim itxonamga qamab qo'yaman. Tushunarli, bo'lmasam sen oyog'iga qarab urasan, men esa beliga qarab uraman. O'zlaringdan qahramonni yasamoqchimisanlar? Lekin bu senlarga yordam bermaydi. Valdiramasdan qani bu yoqqa kel. Yoki bo'lmasam qo'rqdingmi? Yaxshi. Biz g'alaba qozonyapmizmi? Senlarning kuning bitdi, la'natlar. Hammasi joyidami? Menimcha ha. O, Grox. Jin ursin, bu la'nati maktab darsliklariga o'xshaydi. Hech qachon tugamaydi-da bu. Agar shunday ketaversak, u bizni osonlikcha mag'lub qiladi. Xavotir olma, menda bir g'oya bor. Oy, menga qara tug'ilmagan embrion. Qani pastga tush, men sen bilan yakkama-yakka jang qilmoqchiman. Grox, ko'rdingmi men uni qanday qilib uloqtirdim? Mana buni kombo deylar, lekin u Grox baribir qaytib keladi. Hay, la'nati, yana u o'zini eski ishini boshladi. Senlar butunlay meni yuragimga to'kildilaring. Yo'limga to'g'anoq bo'lganlaring uchun ona sutingni og'zingga keltiraman. Hoy, chiqaqwa, sen bizni golemimizni o'ldirganing uchun javob berasan. Juda ham qo'rqdi yording-ku. Nima, yog'och bilan hujum qilmoqchimisan? Menda undan ham yaxshirog'i bor. Bu nima? Qishloq aholilarining qo'zg'olonimi? Qani bolalarim, hujumga, olg'a! O, qo'yil, ularni voqliroq chaqirish kerak ekan. Grox, mana endi biz bu yerdan qochib qolish kerak bu yerdan. Oldin men siz ikkingizni o'ldiraman. Keyin navbat sizlarga. Qani böyle qol, la'nati bola, tur o'rningdan, ularga sening yordaming kerak. Tur o'rningdan. Men hech qachon senga o'z do'stimni bermayman. Xavotir olma bolakay. Men hammangizni u dunyoga yuboraman. Iya, bu ish beryaptimi? Quloq sol. Menga quloq sol deyapman. Alvasti, men seni qanday ko'ryapman? Ahamiyati yo'q. Seni do'stingni bu dunyoga qaytarishimiz kerak. Lekin u senga bog'lanib qolgan ekan. Sen uni ovozing bilan chaqirishing kerak. Men buni qanday amalga oshiraman? Shunchaki uni chaqir. Bir odam. Menimcha u dunyodagi do'stingni ko'ryapsan shekilli. Bir odam. Bir odam, sen qaytdingmi? Va nihoyat sen uyg'onding. Biz uni do'pposlashdan charchadik. Rahmat sizlarga do'stlarim. Mana endi bu la'natini menga qo'yib bering. Bo'lishi mumkin emas.
Sen tirik qolmasliging kerak edi. Ha, men bir do'stim yordamida tirik qoldim. Mana endi oxirgi nuqtani men qo'yaman. Sen o'z xatolaringni tushunib yetishing uchun oxirgi imkoniyat beryapman. Bu yerda boshqa hech kim jabr ko'rmaydi. Sen ham otangga o'xshagan itday o'lib ketasan. Men senga oxirgi imkoniyat beryapman. Men bu imkoniyatdan unumli foydalanaman. Nima? Nimalar qilib qo'yding la'nati bola? Bu senga anchagina yordam beradi. Balkim yarim yil, balkim 1 yildir. Sen bu damlama bilan hech qachon zerikmaysan. Sen boshqa hech qachon rasvo ishlar qila olmaysan. Balkim yolg'izlikda o'z xatoingni tushunib yetarsan. Bu gaplarni tarix zarbaraqalariga muhrlab qo'yish kerak. La'nati bola. Bu gaplardan keyin men sizlarni tinch qo'yishim kerakmi? Qishloq aholisini va seni do'stlaringni omon qoldirishim kerakmi? Hali sen bilan hikoyamiz yakunlanmadi. Men hali qaytib kelaman. Quloq sol bola, men qaytib kelganimdan so'ng sen qilgan ishingga pushaymon bo'lasan. Yaxshi, agar bu yerga qaytib keladigan bo'lsang, biz albatta do'stlarim bilan seni kutib o'tiramiz. Hozircha esa orqaga yo'l topishga harakat qilib ko'r. Mana endi qilgan ishlaring uchun albatta jazolanasan la'nati. Men qayerga tushib qoldim alvasti? Sen spawndan 20 million blok uzoqlikdasan. Seni sayohating juda ham uzoqqa cho'ziladi. Yaxshi qol, la'nati iflos. Yo'q. 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 Mana deyarli tugay deb qoldi. Bu dramatik va kulgili video bo'ldi. Bo'ri odam, hammasi joyidami? Ha do'stim, men yaxshiman. Meni qutqarib qolganing uchun senga katta rahmat. Tursunxon janoblari, va nihoyat biz sizni topdik. Tushunmadim, Tursunxon? Ha, bu mening amakim Barno. Nega siz qo'rg'ondan chiqib ketdingiz? Axir biz sizni bir haftadan beri izlayapmiz. Bilasizmi, Saidnazar menga aytgan ediki, Nima? Saidnazar qayerda u? xavotir olmanglar, hammasi joyida. U hali beri qaytib kelmaydi bu yerga. Hech qachon qaytib kelmaydi desa ham bo'ladi. Xullas, Saidnazar aytdiki, mening otam betob bo'lgan ekan. Men uni qutqarishim uchun damlama kerak degan edi. Shunday qilib men damlama topish uchun yo'lga otlangan edim. Xullas, qidira men mana shu qishloqqa kelib qoldim. Lekin sening otangning ahvoli yaxshi. Shunchaki qorni og'rib, tualetga yarim soat kirib ketgan edi. Yo'q, rostdanmi? Xayriyati. Tursunxon, axir bu yerda anchagina do'stlar orttiribsan-ku. Ha, shunday. Bu mening do'stim. Uning ismi Akbaris. Tanishganimdan xursandman. Xo'sh, bunisi esa Grox. Ha, men o'shaman. bunisi esa maftunkor alvasti. Ular meni qutqarish uchun jonlarini xatarga qo'yishdi. Butun qurollik va chiroqlichasi sizlardan minnatdor bo'ladilar. Albatta sizlarning marhamatli ishlaringizni qurolga aytib beraman. Sizlar albatta taqdirlanasizlar. Yo'q, kerak emas. Biz yaxshilikni pul uchun qilmadik, shunchaki do'stlik uchun qildik. Bu gap menga taalluqli emas. Xo'sh, demak biz Saidnazarning qilgan ishlarini bir ko'rib chiqishimiz kerak. Bu qishloqqa anchagina zarar yetkazganga o'xshaydi. Agar ruxsat bersalaringiz, biz yevroremont qilib beramiz qishloqni.
Iye, nega sen kiyimingni haligacha almashtirmagansan? Hozir ertalab-ku. Biz bu kiyimni kiydikmi, uni hech qachon yechmaymiz. Kechasi bo'ladimi, kunduzi bo'ladimi, farqi yo'q. Men seni damlamangga ozgina o'zgartirish kirgizdim. Bu senga anchagina yordam beradi. Oo, bu ish berdi. Likantroplar orasida sen qudratli bo'la oldingmi? Demak, otang sen bilan faxrlanadi. Likantrop? Voy, Tursunxon. Meni ishongim kelmaydi. Shu vaqtgacha ko'z oldimda bo'lgan ekan. Rahmat sizlarga qishlog'imizni ta'mirlab berganingiz uchun. Ha, rahmat sizlarga. Ha, hechqisi yo'q, ovora bo'lmang, bu rahmatga arzimaydi. Hoy, oshna, sendan shubhalanganimiz uchun bizni kechir. Golemni sen o'ldirding deb o'ylaganmiz. Hech qisi yo'q do'stlarim. O anjir ursin, axir bizda hali ham golem yo'q-ku. Xavotir olmanglar, biz Tursunxon bilan anchagina temir yig'ganmiz. Men yana bitta golem yaratmoqchiman. Lekin bu yagona golem bo'ladi. O, axir bu bizning golem-ku. Golemjon, seni sog'ingan edik. Men ham sizlarni sog'indim do'stlarim. Meni yana dunyoga qaytarganing uchun senga rahmat. Qo'ysangchi, hech qisi yo'q. Hozir boryapman. Menimcha xayrlashadigan vaqtimiz ham keldi. Bizning do'stligimizning masofasi qanchalik uzoq bo'lmasin, biz hech qachon uzoqlashmaymiz. Shuning uchun men sen bilan xayrlashmayman. Ko'rishguncha deb qolaman. Bir kun kelib sen albatta qirol taxtiga o'tirasan. Mening qarorgohimning darvozalari sen uchun ochiq, Akvaril. O'z joningni xatarga qo'yib meni qutqarganing uchun senga rahmat. Agar do'sting chin do'st bo'lsa, do'st uchun jon fido bo'lsa arziydi. Chunki yaxshi do'st bu yaxshi do'st. Ye qo'yli, bu do'stliklaringizga ko'z tegmasin deb qolaman. Boy yana boshladingmi, Grox? Ye, to'g'risi do'stim, men sen bilan faxrlanaman. Sen bu sayyorada yangi hayot boshlaganingdan men xursandman. Lekin bu sayyorada men hali ham g'amginman. Oldingi yashab o'tgan sayyoram endi yo'q. Lekin bu sayyorada yangi hayot boshlaganimdan men xursandman. Qizi, bu videoni YouTube ga qachon qo'yar ekansan? Jinursun, axir men bularni videoga olishni unutibman-ku. Nima? Esing joydami? Axir bu syujetni kino qilsang bo'lardi. Balkim shu video million prosmotr olar edi. Yo'q, rostdanmi? Ha, albatta. Yo do'stlar, Anilan dublyaj uz videolari 1 million prosmotr olishi uchun albatta uni qo'llab-quvvatlashingiz kerak. Ha, kommentariy yozishni ham unutmang. Sen shu ishlar bilan shug'ullanayotganingga men haligacha ishongim kelmaydi. Sen ham asta-sekin ko'nikib qolasan. Oy, Grox, o'shanda Alvastiga nima degan eding? Bizga yordam bermoqchi emas edi, keyin quloqiga nimandir pichirlaganingdan keyin yordam beraman deb qoldi. Ha, shunchaki sen unga uylanishingni aytgan edim. Nima? Esing joyidami? Nima uchun Alvastiga bunday deding? O'zingni bos, hammasi joyda, bu hazil. Xavotir olma, men deyarli unga hech nima demadim. Bolalar, onajoningiz qaytib keldi. Bu nima balo? Mana endi bir bo'ldi. Buydaysiz? Men bo'ymunchaman, bo'ymuncha alvastiman. Bolajonlarim, endi biz bo'ymunchamiz.
Agar Mobstein oldingi qismda nima qilganini ko'rmoqchi bo'lsalaringiz, bundan oldingi videoni ko'rishingiz mumkin. Agar boshqa videolarimni ko'rmoqchi bo'lsalaringiz, albatta obuna bo'lib, like bosishni unutmang. Sizlarga bu video yoqdi degan umiddaman. Sizlar bilan ko'rishganda, ko'rishguncha deb qolaman. Bu videoni Anilan Dublyaj o'zining studiyasida dublyaj qildi. Hammaga xayr.